Ey bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar do'stlar? Sizlar bilan bugungi roligimizda biz Farm supermarket simulator o'yinimizni o'ynaymiz. Bu o'yin yangi. Tak, hozir 20, 30, 31, 33, 55, 56. To'y sir. Xo'sh, bizga hozir yuk kelgan. Endi yukni berib olishimiz kerak. Onion kerak, ya'ni bu piyoz. Xet bu o'sha bug'doymi shunaqa. Tak, yashil ol. Sekin. Mashburatga berib olishimiz kerak edi. Tak, onionmi shu? Ha, xet bu. Xet degani endi bug'doyda. Tak, bizga ana kelganda, nima edi bu? Xullas, buni ashetga qo'ysak. Hop, qo'ydik. Endi aytganimdek onion kerak. Hop, onion kerak. Menga onion kutib turibman. Hozir o'sib chiqsa, buni ham qo'yib yuboramiz. Davay, oz qoldi. Tezlash. Hech narsani bitirib yuboray. Bo'ldi, zo'r. Nima? Yana vaqt kerak ekan. Bu ham o'sha bo'ldi. Sog' bo'l. Hop, kassaga qarayapman. Kassaga qarashga ham odam yo'q. $20 berish kerak ekan, qaytib men. Sog' bo'ling, kelib turing. Tak, bizga hozir piyoz sotuvda, pomidor, sabzi, tarvuz, keyin o'sha aytganimdek anavi bug'doy bor, tuxum bor. Endi keyingi safar men karavani sut qilamiz keyingi safar. Karava sotib olaman. Karava bu sigir. Keyingi safar sigir sotib olamanda, o'shani go'shini qilamizmi, sut qilamizmi, nimadir qilamiz xullas. Oldindan anavni olib qo'ydim. Xolodilnik olib qo'ydim. Sog' bo'ling. $20. Sog' bo'ling. Sana ana o'yinda deyapti, ko'p kelmadi deyapti. Klient ko'p kelmadi deyapti-da. Men ulgurmayapman. O'sha ulgurmaganim uchun klientlar qolib ketyapti kelmay. Hop, tuxumni olamiz.
Tuxumni palkaga qo'ysa bo'ladi, uni nima qilish shart emas. Xaldanga qo'yish shart emas ekan. Tak, bu tarafdan bizga nimalar bor, nimalar kerak? Onion bor ekan, 3 ta o'shani qo'yib qo'yamiz bu yerga taxlab. Piyoz ko'p olishmas ekan. Hop, to'xtanglar hozir. Opalar to'g'ri yuringlar, unday yurmanglar. Hop, hozir chalg'imaymiz. Bizga servisda mana bu bor. 11-levelga o'chlarga storage, keyin service cache. Service cache ham kerak bizga. Bular hozircha shart emas. Biz animal 145 da cow yaxshi. Ornitoredan hali uncha narsa kerak emas. 245, 345 bo'lsa, keyin bitta mana buni sotib olsak 390 bo'lar ekan. Hop, bizga nimadir berdimi? Ekspansiondan joyni katta deyapti. Hop, faqat pul yo'q bizga. Pul ber, keyin men kattattiraman, mayli. Tak, bizga hen kerak ekan, mana bug'doy. Bo'ldi, chotki. Sabzi bilan pomidor kerak. Mana bu ham to'libdi o'zi. Menimcha, mana ko'rdinglar do'stlar, yomon keldi mana brat, uchib keldilar tepadan. Mol keldi, mol. Molni ham endi bu tarafga qo'yamiz-da. Molni chakkaroq qo'yamiz, chunki qolgan narsalarga xalaqit berishi mumkin. Bo'ladi, chotki. Bug'doy ekan bu ham. Senga pomidor qo'yishim kerak ekan. Pomidor tugabdi buni. Menimcha do'stlar, bugunga yetadi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha xayr.